Assalomu alaykum hurmatli o'quvchilar, matematikaga qiziquvchi yoshlar. Sizlar bilan matematika milliy sertifikat savollar tahlilini davom ettiramiz. Bizda 6-savol hisoblang deyilgan. Ushbu misolimizni yechimini ko'rib chiqamiz. Demak, buning uchun biz qisqa ko'paytirish formulasi bo'yicha katta umumiy ildizdan chiqarib olishimiz kerak. Quyidagicha yig'ib olamiz. Ildizosti 3 plus 2 ildizosti 2 ni yig'amiz. Bu ildizosti 2 plus 1 ning qavs kvadratiga yig'iladi. Ildizosti 3 minus 2 ildizosti 2 xuddi shu ifodamizni minusli variantiga yig'iladi. Kvadrat va ildiz o'zaro qarama-qarshi amal, ularni qisqartirish mumkin. Ildizosti 2 plus 1 ildizosti 2 minus 1 qoladi. Endi ushbu ifodalarni olib borib umumiy qavsimizga qo'yamiz. Demak, birinchisida ildizosti 2 plus 1 minus ildizosti 2 minus ishora ta'sir qiladi plus 1. Ildizosti 2 plus 1 plus ildizosti 2 minus 1. Ildizosti 2 ildizosti 2 bilan qisqaradi, 1 bilan qisqaradi. 1 ga 1 ni qo'shsak 2, ildizosti 2 ga ildizosti 2 ni qo'shsak 2 ildizosti 2. 2 bilan 2 ni qisqartiramiz. 1 taqsim ildizosti 2. Mahrajni erasilikdan qutqaramiz. 1 ildizosti 2, ildizosti 2 ko'paygan ildizosti 2 teng ildizosti 2 taqsim 2. B javob bo'ladi. E'tiboringiz uchun rahmat. Bizni kuzatishda davom eting.